Ko'pchilik bunga vazelin yoki qanaqadir germetika, qanaqadir salidor surtib membranani biroq qiladi. Hech qachon unaqa narsa surtilmaydi. Mana shunaqa oddiy mana kosa tovuq yuvadigan quyuq geldan mana bu yerga yaxshilab surtib olasiz. Salnikka yaxshi sirg'alib kirishi uchun, ichidagi salnikka. Bo'lmasa kirmaydi. Va mana bu uchiga ham yaxshilab surtib olasiz. Va yaxshilab surtganingizdan so'ng mana bu joyi mana shunday kirganda mana shu holatda kirib qolish kerak. Mana shu holatda kirishi uchun mana shu holatda kirishi uchun bu yerga ham yaxshilab surtib olasiz. U yoq tarafiga shart emas. U yoq tarafiga shart emas. Bir tarafdan almashtiriladi membranalar. Mana bu yerga yaxshilab surtganingiz uchun membrana o'zi yaxshi holatda kiradi. Boshqa joyiga shart emas. Mana shu ikkita uchiga surtiladi. Mana bunga surtiladi. Buni ustki salnigiga surtiladi yaxshilab. Chunki ustki salnik mana bunga yaxshilab kirish kerak, sirg'alib. Va mana bunga surtiladi. Bunaqa joylariga surtish hech qanday shart emas. Gelda hech qanday zarari yo'q, qo'rqmay surtishingiz mumkin. Yaxshilab bu yerga, mana bu yerga va kolbani o'ziga aylanasiga mana shu ariqchadan u tarafiga. Bu ariqchadan bu tarafi ariqchadan 1 sm ichki tarafiga yaxshilab surtiladi va membrana qo'yiladi. Mana shu holatda qo'yiladi. Qo'yilganda narg'i tarafda ham xuddi shu narsa turibdi. Mana shuni ichiga tiq aytib tushadi o'zi. Kirgani seziladi. Boshqa kirmay qoladi membrana. Kirmay qolgandan so'ng bu yopiladi. Mana bu yopiladi. Hozir membranani qo'yib ko'rsatmayman, sababi bu filtr yangi filtr, bu membrana eski. İchiga bir qanaqadir chang-pang bo'lsa, mijoz ko'ngli xijil bo'lishi mumkin. Demak, mana shu holatda membranani qo'yib bo'lgandan keyin yana xuddi shu holatda qo'yamiz, mana shu holatda. Qo'yganda mana shu yuqori bilan mana shu yuqori past holatini mana shunday bosgan holatda kirgizib olamiz. Mana hozir bitta qo'lda sal qiyin bo'lyapti menga. Bu kamerani ushlab turing-da. Yaxshilab gel surtib olgan bo'lishimiz kerak. Обязательно gel surtishimiz kerak. Mana hozir gel surtmaganimiz uchun, yaxshi gel surtmaganimiz uchun kirmayapti. Mana gel yaxshilab surtiladi. Membranani qo'ydik deb tasavvur qiling, hozir qo'yganimiz yo'q. Siz qo'ydingiz membranani. Yaxshilab surtilgandan keyin mana buni qo'yamiz. Mana joyiga tushdi. Joyiga tushganini qayerdan bilamiz?